Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Xo'jamurod va bizani bugungi navbatdagi videomizda bilasizki, YouTube'da ko'rayotgan bo'lsanglar, bu YouTube'da musiqa eshitib ketayotganda fonda musiqa yoki boshqa narsa ishlamaydi. Ekran o'chganda qo'shilib bo'lishadi yoki YouTube'dan chiqib ketsangiz, u avtomatik tarzda video ham to'xtaydi, musiqa ham to'xtaydi. Hop, sizlarga bugungi ko'rsatadigan programmam Shangatube ilovasi hisoblanadi. Mana shu ilova. Bu yerga nima deyishimiz mumkin, kontent ishlash uchun bu unchalik zo'r qulay narsa emas. Masalan, mana Morgan akkauntim bilan kirganman. Bu yerdan hisobni almashtirish degan joy orqali boshqa anaqaga o'tish mumkin. Mana hisobni qo'shimcha kiritish mumkin. Bu YouTube'ga IP orqali ulangan. YouTube'dagi ko'rgan videolaringiz hammasi chiqib keladi. Endi sizlarga bitta musiqa qo'yib ko'rsataman desam, bu anaqa iloji yo'q. Sababi avtorskiy berib yuboradi bizani ushbu kanalimizga. Mana YouTube'dan qo'shilgan ancha kanallarni ya'ni men bu akkauntni faqat video tomosha qilish uchun ishlataman o'zimga. Ya'ni bu yerda kontent hech balo bo'lmaydi yoki prosto tak avtorskiy tushib qolishi mumkin degan videolarimni mana shu yerga probaga tashib ko'raman. Ya'ni o'chib ketsa achirmaydigan, strayk yesa achirmaydigan kanalim, prosto tak video ko'raman men bundan. Xo'p, buni qulayli taraflari mana mahalliy anaqasi. Bu yerda ruxsatni yoqib bersanglar nima bo'ladi? Mana papkalardagi musiqalar ham chiqadi, videolar ham chiqadi. Mana ikkita video anaqalar hammasi chiqib keladi, medialar hammasi. Mening videolarim degan joyga o'tsanglar, mana bu yerda bu kutubxona, biblioteka joyida chiqib keladi. Mana yoqtirgan videolaringiz hammasi bor mana bu yerda. Mana shorts tomosha qilgan, mana shu nima ko'rgan bo'lsam hammasi chiqib kelyapti mana. Bu yerda mana farzandlarim multfilm ham ko'radi, ya'ni bu bir nechta telefonga ulab berganman. Ular telefonda ham bor. Bu ya'ni kontent iste'mol qiladigan bizani nima deyishimiz mumkin, profilimiz deylik, shunaqa. Mana mahalliy hamma narsa chiqib keladi. Mana nimani tomosha qilsangiz YouTube'ga o'xshab bilim shu narsani tavsiya qiladi. Mana hamma narsa bor. Sizlarga hozir qo'yib ko'rsatardim, lekin bu yerda iloji yo'q. Bemalol buni tekshirib ko'rishinglar mumkin va agarda bu sizlarda ish bergan bo'lsa va xullas buni mashinadagi monitorga ham ulashingiz mumkin. Ya'ni mashinani monitorini o'chirib qo'yib yoki undan Shangatube'dan chiqib ketganda ham YouTube'dagi musiqalarni ishlatishda davom etadi. Xo'p, buni sinab ko'ringlar, maslahatim. Men buni nima deyishimiz mumkin, kimda ish bersa mana shu izohlar, ya'ni kommentariya ochiq, qolganlar ham bunga ishonib bemalol ishlatish uchun o'z fikringlarni qoldiringlar. Men faqat bu yerda tavsiyachiman. Bu video faqat insonlarga foydasi tegadigan video, ya'ni bundan pul ishlash yoki men reklamaga hech narsa olmaganman. Prosto tak o'zim bu yerda topganman, ya'ni o'zim bu yerda ko'rganman va sizlarga ham tavsiya qilyapman. Ya'ni bu o'zimga yoqqani uchun, o'zim ishlatadigan narsa bo'lgani uchun. Bu ko'chada asosan qulay video tomosha qilish uchun bilmadim. Endi bu kачествосini buzmasdan ko'rsatadimi yoki yo'q bilmayman. Men ko'chada YouTube'dan musiqa tinglagan paytimda yoki katta podkast tinglagan paytimda, ya'ni ish qilib yurib tinglashim kerak bo'lgan paytda ekranni o'chirib qo'yib, telefonni cho'ntagimga solib, naushnikda eshitib yurib ish qilishim uchun juda zo'r. Video ko'rsanglar ham bo'ladi. Asosan videoni bu reklama cheklanmagan. Masalan, hozir Qozog'istonda bizlarni kuzatayotgan qozog'istonlik aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bundan foydalanishi mumkin. Ya'ni u yoqda monetizatsiya bor, o'shaning uchun YouTube u yoqda reklama chiqaradi. Va Qirg'iziston ham bu
asosan o'shada monetizatsiya yongan davlatlarda reklama chiqaverib joningizga teggan bo'lsa, ya'ni foydalanuvchi sifatida reklama ko'raverib joningizga tekkan bo'lsa, shuni ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bu programma orqali nimaga ko'rsatyapsan, agar reklama chiqmasa videolaringda, sana obunachilaring shudan foydalanib videolaringni ko'rsa, reklama chiqmay qolsa, senga daromad kelmaydi deydigan bo'lsanglar, bu IP orqali ulangan. Ya'ni reklamani sizga chiqarmagan bilan reklamani ikkinchi, ya'ni u ikkita xona bo'ladi deylik. Masalan, mana bitta xonaga kirgizib, reklamani u xonaga kirgizib, mana shu videoingni ko'rdim. Reklama kelgan paytda akasiz qani mana bu xonaga o'ting deb boshqa yoqda reklamani chiqarib qo'yaveradi, lekin mani ekranimga ko'rsatmaydi. Ya'ni qarabsizki, shu videodagi reklama ko'rilgan hisoblanadi YouTube'ga borgan paytda va YouTube ham ushbu akkauntga ushbu ko'rilgan prosmotr uchun pullarni tushirib beradi. Xullas shunaqa. Sizlarga batafsil bemalol tushuntirib berdim deb o'ylayman. Qolganini endi o'zinglar yuklab olib turib, bitta sinab ko'rasizlar. Endi bu yerga silka qoldirmoqchi edim. Bu kanalim yangi, o'shaning uchun nima deyishimiz mumkin, tarix yonmagan, o'shaning uchun mani silka qoldirganim bilan ishlamaydi. Ya'ni biroz bir nechta videoga qo'ygandan keyingina ish beradi. Xullas, ko'ringlar, yoqsa like bosinglar, o'z fikringizni qoldiringlar, yoqsin yoqmasin. Qolganlarga bitta, ya'ni sizlarni ko'rgan tajribalar qolganlarga metodika bo'lib xizmat qilishi mumkin. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Videoni mana shu joygacha ko'rganlar uchun